Alayhissalom, sizlar bilan Dilsi Ilhomov kanali va sizlar bilan biz mana shunaqangi bu tasavvurda mana shu hamma so'rovlarni yechish haqidagi videomiz olinadi. Hozircha Instagram qism bo'ladi. Bu birinchi qism. Yaxshiroq joylashib oling. Biz o'yinni boshladik. Biza bu o'sha shuni bir yaxshiroq sostav qilganimizcha nechta chempionatga qatnasha olamiz. Shularni hammasini tekshirib ko'rmoqchimiz. Va biza sizlarga video qiziq bo'ladi deb o'ylayman. O'sha FIFA grafik anaqasiga o'rganib qolganim uchun jozisi knopkalariga adashib ketyapman. Qaytar. U Karius bilsanglar kerak, bu Vartardi. Bunaqada nima deydi, Liverpoolda chempionlikda yo'q borgan, finalga olib chiqa olmagan Vartar tushib qo'ygan yarim finalda. Shunga qaramay, men bu olishni oldin tanimasdim. Lekin olganimdan keyin bu teshikroq Vartar. Uncha yaxshi o'ynaydi deb ayta olmayman. Hozir men ham unchalik yaxshi o'ynay olmayapman. Chunki bundagi knopkalar menga vashe yaxshi tushmayapti, moslasha olmayapman. Moslashganimdan keyin ancha yirik hisoblarda g'olib bo'lishni boshlayman. Hozircha futbolchilarimizda ham kuchlilari past, kuchi yetmayapti bunga. Agar kuchi yetganda u boshqa bir masala edi. Xo'sh. Uni oldingi akkauntim. Ko'rasizlar nima qilganini? Hech bo'la olmadi. 30-minutda hali gol ura olmadim. Lekin oldin ko'p o'ynagan paytlarimda har o'yinda 10 tadan ko'p gol urardim. Lekin orqasidan FK ga kirdim. FK Mobile'da yaxshi o'ynadim, lekin undagi o'yinlarda o'g'ri solishib ketish yoqmadi. Shuni yana Dilsiga qaytdim. Va biz hozir Zoladan golni ko'rdik. Uncha zo'r ham urmadi, chunki yaqindan shunchaki tepib qo'ydi bo'ldi. Xo'sh, qanaqangi bir shedevr gollar uraman deb o'ylagan edim. Lekin u hozircha ishlamayapti, chunki to'p oyog'imga tushmayapti. Bunaqangi taxtalar sababli 11 ta taxta. 11 taxta bilan o'ynash oson deb o'ylaysizlarmi? Mana qarang, hozir bu ham gol. Nimagadir naushnikimga o'zim qaytayotgandek. Voy, reklama. Mana reklama ham tugadi, kechdan. Biz hozirda 1-0 yutyapmiz, o'sha Zolani yagona goli sababli. Uncha kuchli ham pas bermaydi. Shunisi ozgina yomonroq. Futbolchilarim pasi juda past. Vandervater suv. Olib qo'y. Bu kanalimdagi eng birinchi katta videom bo'lganligi sababli hali tilim sepiga kirmagan. Shuning uchun ham xatolar bo'lsa kechiringlar. Va hozir biz Jorjinyo Ronaldoning xotini gol urdi. Qani ko'ramiz qanaqangi tepganligini necha metrdan. Yaxshi tepdi lekin. Zo'r tepdi. Просто коробkani ichidan tepib qo'yganim uchun
bizga tezligini ko'rsatmadi. Xo'sh, Zola yaxshi odam bo'ladigan futbolchi. Lekin hozir Jorginho Ronaldoni xotinini ko'tiga tiqdi. Ha, bo'lmadi. Давай. Voy, Jorginho xotini rostdan jinni ekan. Давай. Zola kim bo'ldi? Juda shoh futbolchi ekan. Xudo xohlasa qo'lim o'z holida o'ynash boshlasa, biz knopkalarga o'rgansa, normalna ko'p ko'rishim aniq. Right, qanaqadir jinni, lekin voy jinni. Tezligi lekin zo'r. Tezligi gapirish mumkin emas. Lekin bu chiqoqlarni ular hech qaysi yo'q. Ha, Jorginho DS o'ynash endi o'rganayotgan paytlarimda ochganman bakautni. Shunga ashi bilmasdan olib qo'yganman-da. Tezligi ham normal emas, 70. Bunaqalar va udarlari past, lekin hujumga biramallab qo'yib o'ynatyapman. Hay. 8:30 reklama ko'rib kelgandan keyin gaplashamiz. Xo'sh, avvaldik. Endi bu birinchi o'yinimiz yomon deb ayta olaman. Chunki haqiqatan ham yomon o'ynadik. Men o'ynadim, sizlar emas. Yomon o'ynadim. Shuning uchun endi yana o'yinlar o'ynashimiz kerak, chunki biz bu bot komanda orqali yutishimiz kerak. Xo'sh. Bunaqangi stadionda hammasi pulni stadionga tiqaymi ekan deb o'ylanib turaman. Yo'q, emas. Men harakat qilamiz. Menga 1587 tanga kerak ekan. Yig'aymi? Yig'aman 1587 tanga. Xo'sh. Ketyapti video. Bu hozir mana o'yinni ham o'ynab chiqsak bor ekan. Lekin juda qiyin o'yin. O'ynamayman. Xo'sh, mana bu Lansga qarshi o'yin. So'taklar sanasi o'zgartirdi, lekin boshqa komandaga yaxshi. Birinchi marotaba mana Jorginho Ronaldo xotini ko'ringlarmi? Faqat atakada o'ynaymiz, ataka. Voy. Xlos. Mol ko'raman deb o'yladi. Ronaldo xotini yugurish bilmas ekan. Voy. Ronaldoning xotini haqiqatan chiq ekan. Mana Ronaldoning xotini. Ronaldoning xotinini ko'z kattaroqmasmidi? Yavash farq yo'qmaydi. Ana. Zola. Yaxshi. Normal. Ko'rib qolishdan ketdim-ku. Zohirdan g'alsdan ko'rsatmaydi-ku. Mana shu botlar tushirib qo'yganman-da. Bot komandada. Challenge'imiz nomini normalni qildi lekin. Offside turgan bo'lsa o'zim. Yo'q, offside emas. Yaxshi 5-raqam Jorginho. Kuniya degan bittasi pas bergan ekan. Mana. Vaqtim boshlandi. Qani, ular tezligi ko'rinadimi? Yo'q, ular tezligi ko'rinmas ekan. Vrach chiqoq oyog'ida kaptuk turmay ekan.
Meni qo'limda pul turmaganga o'xshab, men oyog'ida koptok turmaykan. Shu o'yindan keyin videoni tugatamiz, birinchi qismni. Chunki vaqt ham oshib ketyapti. 15 minutdan kamroq video qo'yishim kerak, chunki mendagi raqamni olmayapti, nimagadir yutib olmayapti. Keyin buni 15 minutlik videoni kim sabr qilib ko'radi? Bilmayman. Ammo men yoqdan Zoladan yaxshigina gol ko'ramiz. Yaxshi. Menimcha endi ko'rsatsa kerak, chunki qarab ko'rayotgan tepdik. Voy, qani 17 metrdan 64 tezlikda qanaqangi bo'tchasiga tepdik. Ammo bo'ladi, yomon emas. Xo'sh, Brahimiy. Afsuski, undan oldingi akkauntim qaytara olmayman, chunki u akkauntim yo'qolib ketgan. Oxirgi marta o'yinlar yo'q, naqadar yo'q. Screenshotlar ham yo'qda va yomon ham qiladi. Qaytara olmayman. Videoga like bosib qo'ying. Obuna tugmasini ham bosing, chunki hozir bizda 8 dona obunachimiz bor. Buni oyning oxirigacha 100 dona qilishimiz kerak. Qo'limdan keladimi yo'qmi bilmayman. Lekin men 100 ta bo'lish uchun qattiq harakat qilaman. Va men bu videoni kamida necha minutda qo'yishimizni bilasizmi? Bilmaysiz, men bu videoni yarim soat davomida YouTube'ga qo'yishim kerak. Sizlar esa shunchaki 14 minut yo 13 minut videoni shunchaki ko'rasizlar. Men uni tagida qancha mehnat qilaman. U YouTube'ga qo'yish, lekin uni videoni olish uchun ham men kamida bir kun montajlar bilan bir kun vaqtim ketadi. Sizchi? Siz shunchaki ko'rasiz. Shuning uchun ham pastga tushib like tugmasini bosib qo'ying. Hozircha men o'yinni stop qilib turaman. Oxirida statistikani ko'rib olasiz. O'yin tugadi. Va 3-0 bilan tugadi. Adashmasam boyam 3-0 edi. Ha, boy ham 3-0 bo'lgan ekan. Bizdagi eng yaxshi futbolchi Zola bo'ldi. O'yinni ham eng yaxshisi. Bundan ozgina pastroqda nari komandada qanaqadir Said degan futbolchi. Sizlardan keyin men qancha ko'p udorlar qildim. Mana boshida sizlardan keyin 6 tacha udor debdim. Xo'sh, reklama ko'rib bo'lgandan keyin xayrlashamiz. Xo'sh, sizlar bilan xayrlashaman. Chunki o'yin ham tugadi. Lekin men mana shunda bloklab qo'yaman. Kelasi videolarimizda shuni ham olishga harakat qilaman yoki undan oldin o'zim olib qo'yishim ham mumkin. Sizlar esa videoga like bosib qo'yinglar. Bizda shunaqangi ko'proq kontent chiqishi uchun. Yoqmasa ham yoqdi deb yozib qo'yinglar. Xo'pmi? Bo'pti, hammaga xayr, sog' bo'linglar.